Assalomu alaykum. Internet hayot kanaliga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ko'kosh taxallusi bilan tanilgan instabloger Komila Abduqahhorova shou-biznesga kirib kelishi, Toshkentdagi xususiy klinikada liposaksiya operatsiyasini qildirib, nekrozdan aziyat chekkani va turmushga chiqib, o'g'il farzand ko'rishni xohlash haqida so'zlab berdi. Bolaligimda qo'g'irchog'im bo'lmagan. Mashina, koptoklar bo'lardi. Futbolchilarni formasini kiyib, yigitlar bilan to'p tepib, yiqilib, qoshimni yorib katta bo'lganman. Juda sho'x edim. Do'stlarimning hammasi o'g'il bolalar edi. 5 yil avval bir kursdoshim erkalab ko'kosh der edi. Shu bilan ko'kosh bo'lib ketganman. O'rganib ham qolganman. Agar kimdir Kamola deb ismim bilan chaqirsa, ha, sinfdoshim chaqiryapti deyman. Moliya kollejida o'qiganman. U yerni bitirganman. Chorsu bozorida 20 yillik kiyim-kechak do'konimizda savdo qilganman deydi Ko'kosh. Zirabcha teleloyihasida tanilib ketdim. 2012-yilda birinchi Matiz mashinamni olganman. O'sha paytda Panoramaga kino ko'rishga kelganmiz. Shunda rejissyor Durdona To'laganova bilan tanishib qolganman. Baquvvat qiz ekansan, men bilan ishla. Ish oson degan. Film direktori bo'lganman. Ishim syomka uchun kerakli obyektlarni topib gaplashishdan iborat edi. Shu bilan shou-biznes olamiga sho'ng'ib ketdim. Bir kirgandan keyin qaytib chiqish qiyin ekan. Keyinchalik Sitora Alimjanova, Sug'diyona Azimova kabi aktrisalarning xonanda Shoira Otabekovaning administratori bo'lib ishladim. Orada Zirabcha teleko'rsatuviga chaqirishdi. Unga chiqib tanilib ketdim. Loyihadan so'ng viloyatlarga to'y xizmatiga borsak, boshlovchilik qilayotgan aktrisa yoki qo'shiq aytayotgan xonanda qolib, xalq meni o'rab olardi. O'zim adminlik qilsam-da, odamlar men bilan rasmga tushardi. Bugungi kunda esa instablogerman. Bu sohaga ham tasodifan kirib kelganman. Reja yo'q, xayol yo'q, ssenariy yo'q. Bir kun instabloger Abbos Xo'ja bilan osh yeb o'tirganimizda, hozir partnyorim yo'q, bir videoga tushib bera olasizmi dedi. Mayli deb videoni 30 daqiqada olib tashladik. Eng qizig'i, o'sha Vine'ga 1000 so'm ham pul ketmagan. Instagramda esa 10 million martadan ko'proq tomosha qilingan. Shu bilan videolar davom etib ketdi. Mening nejniy obrazim trendga chiqdi va bloger bo'lib ketdim. Ko'kosh boshidan o'tkazgan og'ir operatsiya haqida ham so'zlab berdi. 3-mart kuni operatsiya qildirdim. Amaliyotdan keyin kuchim bor edi, faqat qornimda qora dog' paydo bo'ldi. Doktorlardan uning nimaligini so'rasam, oddiy gematoma, o'tib ketadi deyishdi. To 25-martga qadar yaxshi bo'lib ketaman deb yotdim. Oxiri qornimdagi dog'ni rasmga olib boshqa doktorga tashlasam, bu nekroz. Tezda olib tashlash kerak. Agar badanga tarqab ketsa, oxiri yaxshi bo'lmaydi dedi. Shundan keyin menda vahima boshlandi. Chet ellik, turkiyalik, arabistonlik, rossiyalik vrachlarga surat yubordim. Hammasi nekroz tashxisini qo'ydi. Bu terining chirishi butun tanaga tarqab ketmasdan oldin oldirib tashlashni aytishdi. Davolanayotgan klinikamdagi shifokorlar esa baribir gematoma deb turishdi. Qisqacha aytsam, u shifokorlar va men tanigan doktor meni yana operatsiyaga olib kirishdi. Qora dog'ni kesib olib tashlashdi. Qornim ko'rinmaydigan qilib apparat ulab qo'yishdi. Qornim qanday ahvoldaligini ko'rsatishini va kasallik tariximni so'rasam, na uni, na buni berishdi. Apparatni gubkasi bo'lar ekan. Uni har 3 kunda almashtirish kerak. Har safar gubkani almashtirish uchun meni 1 soat reanimatsiya qilishardi. Kirishdan oldin doktorlar bu safar rasmga olib chiqamiz deb va'da berishardi. Chiqqandan keyin so'rasam, yana rasm yo'q. Atayin qilishganmi, aybini boshqalar bilmasligi uchun shunday qilishganmi, xullas bilmayman. Shundan keyin hamma narsa ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Keyin Bruzikni chaqirdik. Ekspertiza keldi. Shu ekspertizadan rasm oldim. Ko'rsam qorin muskulgacha olib tashlangan. Muskuldan tagi organizm ekan. Doktorlar agar yana bir hafta yotganingda seni saqlab qolishning imkoni bo'lmasdi. Vaqtida bilib qolibsan deyishdi. Bu degani ular 23 kun indamay meni olib yotishgan.
Agar jim yotaverganimda oxiri nima bo'lardi bilmayman. Hammasi yaxshilikka bo'ldi, deydi u. Qornimni operatsiya qildirganimga 3-mart kuni 1 yil bo'ladi. 2-aprelda qizim shunday ahvolda deb onam prokuraturaga ariza qoldirgan. 1 yil bo'lib qolyapti, ammo hali ham jimjit. Hali sud bo'lmadi. Chaqirishgan bo'lsa, o'zimni bir martagina chaqirishdi. Yaqinda portalga 10:00 ga qo'ng'iroq qilib, arizamni ko'rib chiqilmayotganini aytdim. 10 kundan 30 kun ichida menga prokuraturadan qo'ng'iroq bo'lishini aytishdi. Ular men bilan bog'lanib, tez kunda chaqiramiz deyishdi. Lekin hali ham jimjit. Birgina iltimosim mening ishimni hal qilib berishsin. Meni operatsiya qilgan jarroh ham, o'sha klinika ham hozir hech nima bo'lmagandek faoliyatini davom ettirib kelyapti. Ulardan jabr ko'rgan birgina men emasman. Aybdorlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilsin, deydi Komila Abduqodirova. Hozir katta xunuk chandiq qolgan. Qornimni go'shti 7 oy deganda teri bilan qoplandi. Endi plastik operatsiya qilish kerakligini aytishdi, lekin hozir qo'rqyapman. Balki keyinchalik qildirarman. Nekroz olib tashlangandan keyin davlat shifoxonasida yotdim. Kuniga 2 soat uxlardim. O'lib qolaman degan qo'rquv bilan 2 oy yashaganman. Doktorlar tekshiruvga kirganida qo'rqmang, yomon narsalar ortda qoldi deyishgan. Bu paytdagi azoblarni o'zim bilaman. Stomatologga borsangiz, Novakain bilan og'riq qoldiradi-ku, og'riq qolsin deb menga shunday tomchi ukolni ulashardi, lekin u ham yordam bermasdi. Og'riq juda kuchli bo'lardi, deydi Komila. Do'st bo'lsang yonimda tur deyishadi. Yonimda turadi deb o'ylaganlarim oldimda turib bermadi. Masalan, Instagramdagi partnyorim Abbosxo'ja. To'g'ri, qalin do'stim bo'lmagan, lekin 3-4 yillik salom aligim bor edi. Ko'pchilik biladi, xonanda opam Shoira Otabekova bilan ko'p ishlaganman, lekin ular ham yonimda turmadi. 3-4 oydan so'ng oyoqqa turib uyga chiqqanimda ikkalasi ham keldi. Orada odamlar bizni bir-birimizga yomonlagan, turli gap so'zlar bo'lgan. Hozir ular bilan aloqam yo'q. Yaqinda 34 yoshga kiraman. 34 yil ortga qaraganimda hayotimdan o'chirib tashlashni xohlagan varaqlarimni o'chirib yubordim. Avval boshqalarga birinchi yaxshilik qilib, keyin o'zimni o'ylardim. Hozir endi birinchi o'zimni, qornimni to'yg'azaman, keyin boshqalar bilan hisoblashaman. Bu bilan mehrsizman demoqchi emasman. Dard meni o'zimni sevishga o'rgatdi, deydi Kokosh. Turmushga chiqib, o'g'il farzand ko'rishni xohlayman. Rahmatli Halima opam menga oila qur, farzandli bo'l deb ko'p aytardi. Peshonamga yozilgan birorta mard inson topilsa, albatta turmushga chiqish niyatim bor. Eng katta orzuim va ich-ichimdan xohishim polvon o'g'illi bo'lish. Menga Instagramdan baquvvat o'zimga mos yigitlar menga turmushga chiqing, jiddiy gapiryapman, sovchi yuboraman deb yozadi. Ular jiddiy qabul qilmayman, hayotda ko'rmaganman. Har xil fikr keladi. Hamma demayman-u, ammo hozir ayollarni puliga uchib uylanayotgan yigitlar ko'paygan. Ha, bular xotinli bo'laman demayapti, uy-joy, mashinali bo'laman deyapti, deb kulib qo'yaman. Hozir oldimdan mard chiqqani yo'q. Lekin chiqsa albatta shaxsiy hayot qurish borasida niyatim bor, deydi bloger Komila Abduqodirova.